Voy, gaplashyapti-ku mushtar. Voy, gaplashyapti-ku mushtar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun orzular, imkoniyatlar, kelajakka bo'lgan ishonch bayrami, ya'ni 30-iyun yoshlar kuni bayramidir. Kelinglar, ushbu kunda vaqtimizni ilm olishga, kitob mutolaasiga va ezgu ishlarga bag'ishlaymiz. Shu maqsaddan foydalanib, shahrimiz yoshlari o'rtasida ijtimoiy so'rovnoma o'tkazamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Qisqa savollarimiz bor edi. Sizga berib o'taman. Birinchi savolim, bugun qanday bayram yurtimizda? Rahmat. Ikkinchi savolim, kutubxonalarda yoshlarga qanday qulayliklar yaratilishini istardingiz? Ko'proq vaqt masalasi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun yurtimizda yoshlar o'rtasida qiziqarli savol-javob so'rovnomalar o'tkazayotgandik. Sizga qisqa qiziqarli savollarim bor. Birinchi savolim, bugun qanday bayram deb o'ylaysiz? Bugun yoshlar kuni. Barakallah, topdingiz. Ikkinchi savolim, kutubxonalarimizda yoshlarga qanday qulayliklar yaratilishini xohlardingiz? Hozir mobil internet tarmoqlari yoki ijtimoiy tarmoqlarda o'shanga kutubxonalarni bir-biriga bog'lashni xohlayman. Rahmat. Uchinchi savolimiz, eng yaqin do'stingizga qanday kitob sovg'a qilishni xohlardingiz? Eng yaqin do'stimga Said Ahmadning Topganlarim va Yo'qotganlarim degan kitobini sovg'a qilishni xohlardim. Rahmat. Bugun biz yoshlarimiz o'rtasida so'rovnoma o'tkazayotgandik. Sizga 3 ta savolim bor. Birinchi savolim, bugun qanday sana? Bugun 30-iyun yoshlar kuni. Topdingiz. Ikkinchi savolim, kutubxonalarda yoshlarimizga qanday shart-sharoitlar, afzalliklar yaratilishini xohlardingiz? Kutubxonalarda kuchliroq internet sahifalari yo internetlar ishlashni xohlardim. Rahmat. Uchinchi savolim, misol uchun eng yaqin do'stingizga qanday kitobni sovg'a qilishni xohlardingiz? Jahon adabiyotidan Dostoyevskiyning Telba asari. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ozgina vaqtingizni olamiz. Qiziqarli savollarimiz bor edi. 3 ta savol. Birinchi savolim, bugun qanday bayram? Bugun 30-iyun yoshlar kuni. Rahmat. Ikkinchi savolim, kutubxonalarda yoshlarga qanday qulayliklar yaratilishini xohlardingiz? Ish vaqti chegaralanmagan bo'lishini xohlardim. Rahmat. Uchinchi savolim, eng yaqin do'stingizga qanday kitob sovg'a qilishni istaysiz? 2 eshik orasi. Rahmat. Sog' bo'ling.